Bugun Samarqand avtomobil zavodida Samavto Fest anjumanini o'tkazmoqdamiz va unga ko'pgina mijozlarni taklif qilganmiz. Keling, ulardan bitta suhbat olamiz. Zavqidiniki nechta Isuzu avtomobillaringiz bor? 6 dona avtobusimiz bor, keyin 6 dona D-Max pikapimiz bor. Nimaga aynan Isuzu avtomobillarini tanlagansiz? O'zbekneftgaz aksioner jamiyatining ko'p konlari, qurilish obyektlari cho'l hududida joylashgan. Shuning uchun yuruvchi qismlari sifatli ishlangan, motor ishlashi, uzoq muddat xizmat qilishi uchun. Ko'zingizni tasavvuringizdagi Isuzuni 3 ta so'z bilan tasvirlash kerak bo'lganda qaysi so'zlarni aytgan bo'lardingiz? Qulay, mustahkam, sifatli. Bundan buyog'iga ham Isuzu bo'ladimi? Bo'ladi. Bizni O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatini O'ztemiryo'l konteyner aksionerlik jamiyatida 12 ta uchastkamiz bor respublika bo'yicha. Har bitta uchastkada 2 tadan 3 tadan Isuzu avtomobillari bor. Asosan Bartovoy Stentom и Zakrit Metallический. Bu avtomobillarni tanlashiga sabab bu avtomobillarning ishonchliligi, ixchamligi, yoqilg'i sarfi nisbatan boshqa mashinalarga nisbatan kamligi ishxonamiz uchun, korxonamiz uchun foydali bo'lganligi uchun shuni tanlaganmiz. 3 ta qanaqa so'z bilan tasvirlagan bo'lardingiz aynan Isuzu brendini, Isuzu avtomobillarini? Isuzu avtomobilini kuchli, ishonchli va tezkor. Bundan keyin ham Isuzu bo'ladimi? Albatta. Bugungi kunda O'zbekiston pochtasida 15 dona Isuzu mashinamiz bor. Bular asosan shu 82 model mashinalar. Mana yaqinda oldik 34 Qdan. 3 dona oldik, o'z bir dona bor, 4 ta bo'ldi, 34 Q 10 tonnalik. Nimaga aynan Isuzu avtomobillarini tanlaysizlar? Endi asosan biz ko'p yillardan beri Isuzu'ni sinalgan mashina deb bilamiz. O'zini pishiqligi, chidamliligi, o'sha ko'p yura bilishi, o'sha unaqa murakkab mashina emas, nimasi ham ta'mirlash uchun. Shu nuqtai nazardan Isuzu mashinalarini xarid qilamiz. Bundan keyingi sotuvlar ham Isuzu bo'ladimi? Xudo xolasa. Niyatli bu yilgi rejalar bor. Rahmat kattakon, ishonchingiz uchun. O'ylaymizki, bundan keyin ham parkingiz Isuzuga to'ladi. Rahmat. Rahmat. Biz ham xursandmiz zavod bilan hamkorligimizda.